Nyu-York qanday qilib dunyo moliya poytaxtiga aylandi? 9-asrning ikkinchi yarmidan boshlab Nyu-York AQShning iqtisodiy markaziga aylana boshladi. Shaharning jahon moliyaviy tizimidagi roli 1792-yilda Wall Streetda qimmatli qog'ozlar savdosi boshlanganda poydevor solingan edi. 20-asrda Nyu-York xalqaro moliya markazi maqomini yanada mustahkamladi. Bunga bir nechta omil sabab bo'ldi. AQSh iqtisodiyoti tez rivojlanishi, xalqaro investitsiyalar oqimi va AQSh dollarining jahon zaxira valyutasiga aylanishi. 1945-yilda Ikkinchi jahon urushidan so'ng AQSh dunyodagi eng kuchli iqtisodiyotga aylandi va Nyu-York BMT qarorgohi joylashgan megapolis sifatida xalqaro ahamiyat kasb etdi. Bugungi kunda Nyu-York birjalari, Nyu-York fond birjasi va Nasdaq dunyodagi eng yirik birjalar bo'lib, shahar global moliya markazi bo'lib qolmoqda. Nyu-York moliyaviy hokimiyat va imkoniyatlar shahri.